bug'unidir. 63-moddada xuddi shunday deyilgan. G'alatimizmi? Jimmy sotamataxi bo'ldi, o'xshadi. Shunday deb qayda borishadi? Tushunmadim. Nima bu? Assalomu alaykum, bo'g'irsolarim. Kapir! Betga choparlikni kimdan o'rgangansiz? Otingizdanmi? Kerak bo'lsa, mana shu yerga yotib olaman. Bekor o'zini qoldim. Yog'iga murid baxtsiz bo'lib qolmaylik. Lekinchi tavbasiga tayantiraman. Bir kun yig'laysiz, bir kun kulasiz, tinchlikmi oyijon? Sevganim menga kulib qaramadi. Voy meni ahvolimni so'ramadi. Muzlagan yuragimni yaraladi. Men o'sha amaliyotchi qiz. Sevganim menga kulib qaramadi. Voy meni ahvolimni so'ramadi. Muzlagan yuragimni yaraladi. Men o'sha amaliyotchi qiz. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Agar huquqini paymol qilishayotgan bo'lsa, kurash. Bo'lmasa meni qizim emas. Xudoyo bu zaksmi? Fatto hakam kuyovlar. Unga gol berishing uchun sabab bo'lishi shart emas. Nima qilyapsan? O'zimni ozmoqchiman. O'zi menga ish kerak edi. Tez yordamda ishlamaganmisiz? 46-modda. 46-modda. Xotin-qizlar bilan erkaklar teng huquqlidir. Ayol har ishda madadkor. Qizlarni yuragini bilmaydi-da. Yunus bo'yicha xohlagandim. Bir sevsa ikki marta sevmaydi-da. Bu dillar aldanganni qo'ymaydi-da. Men o'sha amaliyotchi qiz. Romantika yo'q. Qizlarni yuragini bilmaydi-da. Bir sevsa ikki marta sevmaydi-da. Bu dillar aldanganni qo'ymaydi-da. Men o'sha amaliyotchi qiz. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Nima bo'ldi? Yengildingmi? Ha, yengildi. Men senga aytgandim-ku.